Ushbu pasport dunyodagi jamiki davlatlarga bezviza kirishga imkoniyat beradi. Amerikadan kelgan mijozlarimizga xizmat qildik. Hozir Madina aeroportidamiz, kuzatib fikrlarini eshitamiz. Hoji aka, xizmatlarimiz sizga yoqdimi? Mamnunmisiz? Bizani Bobirjon chiroyli qilib kutib oldilar. Xizmatlardan mamnunmiz. Borib kelib butun amallarni vaqtida hammasini bajardik. Vaqtida mashina berishdi. Oziq-ovqat hammasi yaxshi bo'ldi. Gostinitsalar hammasi yaxshi bo'ldi. Bularni boshqa firmalardan farqi juda toza ishlashar ekan. Men tilagim bu ukamiz nima desam ekan, yana oldiga qarab yursin, juda ko'p odamlarga foydasi tegsin. Nima bo'lganda ham ishlariga rivoj, karmonlariga baraka bersin. Rahmat. Yana qayta kelish imkoniyati bo'lsa, kelamiz siz orqali. Oilaviy kelmoqchi bo'lganlar albatta murojaat qilinglar. 5 kun Madina, 5 kun Makka shaharlarida ziyoratlar tashkillashtiriladi. Barchaga rahmat.